Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuzi tuban Xijiljon do'stinglar yondim-bayon. Filmimizning sizlarga texmi uzun vaqt hamroh bo'lish uchun, sizlarga texmi ko'p, mo'l bo'lgan mazmunlarni suna olishimiz uchun, ranjimay, terikmay, zerikmay, erinmay, boshpatda yezig'liq salon nomerimizni qochilib olg'aysizlar. Chunki salon degan yanada salonda. Ko'pchilikning kuchlik talabiga asosan bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz xalqning uyiga bazliq qilib kirib olgan Koreyalik Chung Aysoning hikoyasi. Okay. Kinoimiz ekranning sirtig'ich purab ketgan toshga aylangan paypoqdan boshlandi. Kinoimizning bosh personaji Kim oilasidagi kishilar bo'lib, Koreya xalq ko'chisining bulung pushqoqlaridagi hojatxonasi Banchangdan egiz bo'lgan bir uyda qurt qo'ng'izlar bilan tang yashaydigan bo'lib, kordon qatlab kun o'tkazadi. Oilaning sesib ketgan turki, lingshib qolgan ko'riki bo'lgan bolalarning dadisi Kim Bekar apandim qarmoqqa bekor yurganda qilig'ini bilan amaliyotda haqiqatan bekor yuradi. Bolalarning opsi Koreya Seul shahrining yuqorqi Seul noyasining uyushtirgan go'zallar tanlash musobaqasining cho'yin to'p etish turida oltin medal olgan cho'yin to'pni g'azab otadigan xotin Kim Otti bo'lib, har qanday noq ishlarni ko'rsa birga bir otadi. Ularning cho'ng o'g'li Kim Tapti bilan kichik qizi Kim Shutu nihoyat iqtidorli bekorchi yoshlardan bo'lib, o'zining maktabda o'rgangan bilimlaridan to'liq foydalanib, uydagilarga yordamlashib, kordon qatnashib beradi. Mushundaq ma'nili kunlarning birida bir zaboy kelib, ularning deresiga belgi qo'ymoqchi bo'ladi. Nima ish qilyapti-da, avay? Voy, tongay yonchug'idan bir to'lishli narsani chiqadi-ku. Birasinglar chiqib qo'g'layapsanglarmi-da? Men urib kesib qandoq qilma? Va bo'ldim, isha turib isqotib raydi, ishni tugatsin boldiroq. Aqdı daryalar, sulri süzük, yalrida tamasha, oynang tüzük. Dal bu paytda Kim Taptining yaqin og'inisi Kim Bo'g'iti paydo bo'ladi. Akay, qozonni tutsan qor chiqidi, tamog'i siysang yor chiqidi degani anlamaganmi? O'tavama yoqqa. Bu gapdan cho'chib ketgan mas osta ketib qoladi. Kim Bo'g'iti Kim oilasidagilarni yo'qlab kelib, ularning ishlarining utuqliq, beshidagi g'amlarning ozishini chin ko'ngildan tilab, toshdan birini sovg'a qildi. Xo'sh, adashay, yaxshi tanishib qoldik. Mazgag'imgina adashay, biz tanishgani 10 yil bo'ldi. Adash, men qiqqas xizmatdan birini tep qo'ydim sana. Bir dahshat boyayning qiziga ingliz tili o'rgatsa. Nim deydigan sen adash, mening saviyarimni bilmaydigandek. Adash, uningdan ansirma. Bilmasang, biladigan qiyofatga kirib olsang bo'ladi. Oh yes, come on. O'rganib olsang, bo'ldi, ashdan tamoman chiqsa. Bu xizmatni qo'lga o'ngishli elib olish uchun Kim Tapti o'zining g'azab shutu qiladigan singlisi Kim Shutuga soxta diplom yasaqizdi. Atsi Kim Tapti boylar mahallisidagi Pak jamoat qasriga dars o'tkazib boradi. Pak jamoatining on vaqt chiroy ayol xo'jayini Pak Kim Taptining soxta salohiyatiga ishinib qoladi va dars o'tishga qo'shiladi. Pak jamoatining kichik qizi Gavkovga oz qolganda muhabbatga cho'nqur ishtiyoq bog'lagan sodda qizchaq bo'lib, ko'pchilik uni Pak Suygu deb ataydi. Qizchaq, siz o'diqmang. Imtihon unchalik qo'rqinchli emas. Chiroyingiz tatirib ketibdi. Tomiringizda tutib qo'yaylik. Badaningizni yo'l sovuq qoplab ketibdi. Kech uyqungiz qechitibdi, ha? Kechalab do'yin o'ynaysizga. Yandan bayonga gonjuma qilmabsiz. Gongon so'so'ga bir o'ttasingiz yarim soat rasm tushsizga, ha? To'g'ri topdimmi? Bu kasal ig'ir kasal lekin. Bu kasalni tibobatda biz Lauzami palak do'ng'oy deb ataymiz. Buning davo bor. Ansirma. Qo'ymaydim birini tepib, mashq toza bir qahli etib, muhim yerlaringizni ravurus bir maylab etsangiz, masalan, quloqning kayni, burunning usti degandek. Toza paydo qiladi. Darsni bak yaxshi o'tdingiz, juma ma'lum. Menda sal quruq issiq bormiki deyman. Buning davo bormidi? Berikukning vaqti kelib qoldi. Cho'chor tugib yesangiz paydo qiladi. Bu chaqda Pak oilasining eng kichik o'g'li Pak Kinek uyda xohlagan joyga itib o'ynaydi. Ma'lum, ko'rib turibsiz. Mushu o'g'lim kapsiz bo'lib qoldi. O'xya itib uyni qalaymqon qilib o'tdi. Lekinchi bu bolam san'atda bek talanti va. Ko'rdingizmi mavsizga rasmlarini? Balınız haqiqatan talant egizga. Balıngizni san'at jihatdan tarbiyalash kerak. Kim Tapti fursatdan foydalanib, o'zining bir chet elda o'qib kelgan dongli san'atkorni taniydiganligi va xolisa tanishtirib qo'ydiganligini aytadi. Atsi Kim Tapti o'zining singlisi Kim Shutuni soxta bir salohiyat bilan Pak jamoatiga tanishtirib qo'ydi. O'zining ma'lumga ko'yab qolgan Pak Suygu, uning Pak Suygusini izhor qilish uchun oxiri eg'iz ochdi. Tunugunki doringiz issiq bosmidi? Takshi ubdan singdirib maylagansiz, ha? Ya bo'lmasa men sizga yangi reseptdan bir yozib beray, ha?
Shundoq qilib, bu resep shunchalik foyda qildiki, Pak Söygü'nün bir kunlik lav surg'inimi tejab qoldi. Pak Keynakni ko'rgan Kim Shutu shu zamon Kim Yangsongga o'zgarib, ko'p yillik yasalmachilik tajribasi bilan Pak-Pakizni Pak-Pakiz yasab ketadi. Hada, o'g'lingizning sizgan bu rasmga qarang. Bu rasmda biz uning ichki dunyosini ko'rib olaymiz. Buni biz psixologiya ilmida yonpash nervisi metildash deymiz. Bundaq bolalar odatda aqlliq bo'ladi. Tarixda nurg'un shundaq san'atkorlar o'tgan. Masalan, bolangizning rasm chizish uslubi 18-asrning oxirlarida yashab o'tgan tangliq rassom Al-Jahoni bemavjudning uslubiga o'xshaydi ekan. Pak-Pakiz o'zining bolasidan faxrlanib, muldir yosh to'kishga boshlaydi. Dal mushchaqda oila xo'jayini Pak Song uyiga qaytib keladi. Hamda shopirga muallimni uyigacha olib qo'yishni buyurdi. Pak Shutuning qalasiga tuyuqsiz bir xums bilan kelib qoldi. Hamda o'ziga uzun yildan yoqa hamro bo'lgan sharabarasini elib, mashinaga yaldami qilib tashlab qo'ydi. Etsi Pak Song mashindan bu sharabarani bayqab qoladi. Hamda qattiq o'yga tushdi. Bu kimning bo'lib ketdi? Natashaningmi, Shashananingmi? Bu ishdan gumonlangan Pak Song ayoliga bu ishni aytdi. Mani ko'rdingmi, mani? Voy anam, nim bo'lib ketdi bu? Bizning shofer mashinaning ichida mashina haydaydigan balki. Yey, o'ylamabdimajmi ularning bunday ekanligini? Nima qilsin chandurmay qilmamdi. Bu ishkisi maslahatlashib shoferni ishdan bo'sh tutishni qaror qildi. Bu fursatni g'animat bilgan Kim Shutu o'zining dadisi Kim Bekarni jiroq tuqqunum deb tonishtirib, Pak-Pakizga shoferlik tavsiya qildi. Yey, ajab yaxshi qildingiz. Oshtaali bir qiling ha. U tunishingiz mashina qandaroq haydaydi? Yey, deb qopsiz. Yandim o'ta lovsiz jidang ha. Unda o'z ravur haydaydi ekan. Darvaqa Kim Shutuning xums plani amalga oshib, o'ngishli qoldi dadisi Kim Bekarni bu oilaga shoferlikqa akirib oladi. Aka, nechiga kirdingiz? Majil 50 ta bor. Mashin haydayotganimga 40 yil bo'lib qoldi. Mashinni bek siliq haydaysizga juma. Shofer degan mushta bo'lish kerak, ukam. O'g'illar chiqqanda siliq-siliq, qizlar chiqqanda chiliq-chiliq haydaymiz. Jing payzinglar aka. Muzikani ichib shashaydigina hamsa. Yangsan kurat. Mashina to'xtamsa aka, bir chang o'ynaymiz. Uydagi birdan bir ishsiz opasini xizmatga o'rinlashtirish uchun Kim oilasidagilar birlikda planlab Pak oilasining xizmatkori Hakimi Changjinning 19-avlodi Ochang Ganjingni ko'zdan yo'qotmoqchi va opasi Kim Ottini o'rniga qo'ymoqchi bo'ladi. Ganjingga Shaptulning raksiya qilganligini bayqagan Kim Tapti oilasidagilar bilan birlashib cho'ng bir o'yin o'ynaydi. Kim Tapti Shaptul postini chandurmasdan Ganjingga surkib etadi. O'zining nim bo'lganligini bilolmagan Ganjing doktorxonaga berib o'zini tekshirtdi. Bu ko'rinishni o'g'irlikchi tatib olgan Kim Bekar Pak-Pakizga o'zining Ganjingni o'pka tuberkuloz bo'lib qoldi deb gumonlanganligini aytdi. Unda desam, g'ayvat qilyotdi deb qolmang. Menga oldidil davrima. Bu xotinning yomon gapini qilgan yerim yo'qchimi? Lekin demisam faqat bo'lmaydigan yerga. Nima degan bilan yuqumliq kasal emasmi? Uyli kichik bola bor. Nima deydigansiz? Rostli shundami? Illa billah qasam ichmayjimi? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men naq maydonda boshada u xotincha yutilib, o'pkis chiqib qoldi yashada. Lekin mavu yomon gapini qilganim emasmi? Ma gapni sizni yaqin ko'rib deyapman, lekin haq bo'lsa, hargiz demayman men. Azaldan haqning kayning gap topadigan bola emasmi men? Pak-Pakiz uyga qaytib kelib, Ganjingning yutilayotganligini ko'rib kelib, qattiq cho'chib ketdi. Hamda amalsizlikdan ishdan bo'shdi o'tdi. Uyni tozalaydigan, tamoq etadigan odam yo'q endi. Axlat xalla bo'ldigan bo'ldi-da. O, yangimizchi. Mening o xotinim yeyishdan boshqani bilmaydi. Oshxonaga nil xotin ko'ymaydigan yulutun deb bekor demaganda ko'nalar. Naq dedingchi-mi aka? Kallanga birmish. Mani sizga beray. Oy, biz unda ishlar yo'qchi-mi? Xato tushunmang. Bu dangliq oila mulozimat shirkatining sim kartasi. Mush yerdan so'rab beqing. Yaxshi xizmatchi chiqib qolar. Bu amaliyotda Kim Shutuning tekosi bo'lib, u oila mulozimat shirkatining qiyofatiga kirib, opasini o'ngishli qoldi Pak oilasiga akirib oladi. Shundoq qilib, Kim oilasi Pak oilasiga parazit qurtdek singib kirdi. Bir kuni Pak Song oilasidagilarni ilib sayohatga chiqib ketdi. Bu fursat xo'sh yoqqan Kim oilasidagilar birlikda bu dochining fayzini surdi. Xo'sha, hayotning fayzi mushka, vallahi. Bayxo'jamning kuni kunka juma.
Ammo dadam, biz ma uyga singib qoldik-chimi? Erta o'gim Pak oilasining kichik qizi Pak Suygini bir keltirib olay, qudilishib ketamiz. O amis xotin ertadan boshlab yakandazlarni tiksang bo'ldi-ku. Qiynatdan so'ng qimmat soatdan birini qo'yib bersa, sen bana bersan, men taqallab menib ketsam, ko'chadagilar anglab ketsa, chik menib ketsa, shu esil zotlardan bo'lib ketamiz-da. Uni bir demadi-da. Bu chaqda talada guldirmamliq yomg'ir yig'ishga boshlaydi. Acha. Shar. Ha, mana kim oistikilarning kelgusining ashi parlaq bo'lishi uchun men bir naqsha o'qay-a. Kimlar bilan bu dachda yolg'iz ichib shu kechida to'kan dardimning ding dong. Dal shu chaqda eshikning qo'ng'irig'i chelinib, hammaylarni cho'chitibdi. Aslida uyning ilgirki xizmatkori Ochon Ganjin kelgan bo'lib, o'zining yer ostida bir narsaning qilib qolganligi va shuni elib ketadiganligini aytdi. Ko'ngli yumshoq Kim Oddiy Ochon Ganjinning to'limi bichor chiroyiga qarab, uning kirishiga ma'qul bo'ladi. Kim oilasining qolgan a'zolari bo'lsa, Ganjinning bayqab qolmasligi uchun o'zini daldiga oladi. Kim Oddiy Ganjinni ketkizitish uchun kaynining yer ostiga bilishidi. Hamda Ganjinning dongzolarini ko'rib hayron qoladi. Rivoyatlardagi Lavzami Pelak Dong'ay degan dongzo asli mush ekanda, ular birlikda ishkopni ishtirib o'tadi. Ishkopning kaynidan odamni hayron qoldirib, bir yer osti ombiri bayqiladi. Amaliyotda u omborda Ochon Ganjinning Shingyunkani qaytirib bo'lolmay qarzdan qechib mo'kinib olgan, og'zidan o'g'iz timib turadigan mo'min chiroy eri Womeychan yoshinib olgan bo'lib, uzun yillardan beri Ochon Ganjin mushi yerda o'g'irlikchi beqiyotdi. Endi keldingmi? Qo'saq ichib tortishib ketdi. Jenim erim, 2-numorlik naypim qolmabdi. 3-sini o'zim ichib turing. Bu ahvolni ko'rgan Kim Oddiy g'angirab qoladi. Jenim acha, ko'rib turibsiz. Erimning kuni mushundaq tas yeydigini xanga, chiqirdigini tanga, zaylishib ketdi bu yerda turaverib. Bu qilganingiz qat'iy qamlashmidi? Odam degan bundaq yuzi qilin bo'lsa bo'lmaydi. Haqni uyiga kirib, haqninkini yeb, ishiltib, vijdoninglar yo'qmi aslarning? Men sizlarni soqchiga ma'lum qilaman. Acha, chinim acha. Ey, acha, chinim acha. Meni bekib naqshasangmi aqmaydi. Acha, chinim o'zimning achisi. Iqib qala, vaqting chiqqanda tuvanga dekkina tushib og'zimni so'zga sep qo'ysanglar bo'ladi. Dal mushchaqda o'g'irlikchi tingshayotgan Kim oilasidagilar öpür-döpür bo'lib yiqilib tushdi. Buni ko'rgan Ganjin yuz bergan ishlarni tushunib yetdi hamda telefonga tortib, Pak qizga avatib bermoqchi bo'ladi. Bayotin texi xangodek tik turayotgan Kim oilasidagilar bir damda latig'ilabdek so'dishdi. Amma xotin chayandek yangzangmajima. Malani mollimish qilibatding-go maqaqni. She'rdan birini kemmamsajinam. Yashab ketgin ey oba. Endi bizda paket ba. Örü deb qasa, patanga yeydi simida. Kimlar mayak qarasha? Xotin degancha mana mundaq bo'ladi. Yazsangmi asqatadigan, qopsangmi asqatadigan bo'lsa, mana mendak bisib yotsa. Kim oilasidagilar tuyuqsiz itilib kelib telefonni bulab, Womeychan bilan xotin ikkisini birdamda yasib etdi. Dal mushchaqda Pak oilasidagilar yomg'ir sababli sayohatini boldir oyoqlashtirib qaytib keldi. Kim oilasidagilar bo'lsa, oshxondagi suvarakdak bulun pushqoq qichib kirib ketdi. Ular ustalning ostiga mo'kinib turib, fursat chiqqanda qichib ketmoqchi bo'ladi. O'ylamagan yerdan Paksung xotin ikkisi Kristoda Pak jamoatining gullab yashnishiga to'p qo'shish uchun cho'ng qurlab izdinish elib bordi. Ballar bilan birga ko'rganda kanal yo'tkab qayjin qiladigan ko'rinishlar o'tib bo'lgandan keyin Kim oilasidagilar o'ngishlik uyiga chiqib ketdi. Yomg'ir xuddi ularni mazoq qilgandek yig'otdi. Ularning katakdak uyi shoshuydoga o'zgarib ketgandi. U yoqda bo'lsa, Ganjin bayamqi talash tortishdan ig'ir yarda bo'lib, olsizinib yotadi. U o'zining eng oxirgi tiniqi bilan yo'ldishiga sadoqatmanligini bildirib o'tgandan keyin mangulik Shingyunkaning qazidan qutuladi. Әтсі Pak-Pakiz o'g'li Pakinakning tug'ilgan kunini qilib bermoqchi bo'ladi. Mehmonlarning oldirashligidan foydalanib, Kim Tapti somkisidagi toshni chiqarib, yer ostidagi Womeychanga bahol topmoqchi bo'ladi.
hamda aka ma toshning chapini va'da qilib turdi, ichib ko'rib boqamdiq deydi. Toshni ko'rgan Vo'meychan, "Voy bo'ladi, ukam, saymon yo'qka, beshingga urib ichib ko'rib boqsaq bo'ladigan o'xshaydi" deb biroqli kim topdining beshini ichib o'tdi. Toshdan hech nima chiqmaganligini ko'rgan Vo'meychan, "Atla, ma toshning ichi chechak chiqib qoldi" deb ochchig'ida pichoqni ko'tarib talog'i chiqadi. Hamda ko'pchilikka kim oiskilarning ko'ngli qara, ishonmasanglar men chaqmoq sep beray deb Kim Shutuning yurigiga birni sanjiydi. Bu chaqda kavob pishirayotgan Kim Atti dumbijiga yegisi kelib ketib, Vo'meychanni ziqqa o'tkazib o'tdi. Balasining tug'ilgan kuniga kavobchi baqqolchi aka-adilarning kelgindan xursand bo'lgan Paksung, "Ey, mashinning oshquchini ber, kechiga o'ttiramiz. Bir shangzi pijo aklay. Zakoskini unutib qolmafkan." Sorunning saqisi bo'lgan Kimbekar Paksungning sorundan adab demay mang'iniga qattiq ranjib, saqini bir nimamga hisob davotamsa deb Paksungning maydisiga Shovxun xodim birini sanjib qo'ydi. Shunda qilib, bir obdan baxtli uch oila taqdirning ochiq chaqchiq sababidan o'rni to'ldirg'usiz fojiani keltirib chiqardi. Kimbekarmo shu peti jahondan g'oyib bo'ladi. U zodi nega ketdi? Kim oizdagi a'zolarning taqdiri zodi qandoq bo'ladi? Eliq tosh zodi puliga yaramdi, yaramamdi. Dumbijiga pishdimi, pishmidimi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, sadigan ketay kimdan so'rsangiz so'rang, mendan so'ramay o'zingiz bir yerdan tepib ko'ring.